Savol: Assalomu alaykum. Qattiq og'rib yetib qolgan bir kishini sehrni yaxshi biladigan birisining oldiga apirib, uningdagi illatning sehr sababidan yoki kasallik sababidan bo'lganligini uqib baqsam bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sehrgarning oldiga berib kasalning ahvolini aniqlab beqishqimi, uning aytganlariga ishonishgimi, sehr qilingan kishini uning oldiga apirishqimi bo'lmaydi. Kelajakda bo'ladigan ishlarni, g'aybni bilishni da'vo qiladigan palchi, rammal, munajjim degandek kishilarning hammasi bu vaqtda sehrgarga o'xshash. Ayşe radhiyallohu anha deganki, ba'zi kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan palchilar to'g'risida so'ragan edi. Rasululloh ularning so'zi asossiz dedi. Ular palchilar ba'zida bizga biror ishni desa, rostilla ular degandek bo'lib chiqadi-ku dedi. Rasululloh: "Ashu bir og'iz so'z rostdir. Ashu so'zni jinlar anglab qochidi. Andan uni yaqinlarning qo'lqiga akilib to'kidi. Ular anglagan bu xabarga yuz yolg'onni qatidi" dedi. Og'rib qolgan kishini doktorlarga ko'rsatish lozim. Agar doktorlar kasalini topalagan taqdirda kasalni davolash bilan birga bemorga hadislarda kelgan duolarni o'qib qo'ysa bo'ladi. Kasalini topolmagan taqdirdami bemorni solih taqvodor bir kishining qashig'iga aparsa, u kishi uninga hadislarda kelgan duolarni o'qib qo'ysa bo'ladi yoki o'zi o'qib o'rib qo'ysa bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 26-numorliq fatvo.